loy jangida ishtirok etgan BYD Y2 qaranglar. Qanday urilibdi. Buni tushtirishga sotib yubormoqchi ham bo'lib gaplashdik. Xullas remont qilinayotgan bo'ldi, polni loy bo'lib ketibdi mashina. Hozir bamperini berib yuboramiz, tayyor bamper. Bir amallab korotchi joylashtirish kerak. Xullas amallasa nimalarni tiqmasak bo'lmaydi. To'g'rimi? Har qanday kichkina tor joyga nimalarni tiqib olmasa bo'lmaydi. Xullas remont qilinayotgan bo'ldi, mashina sotilmayotgan bo'ldi. Narx-navosi ozgina to'g'ri kelmadi. Mabodoga mashina narx to'g'ri kelmasa, remont qilish imkonlari ham bor bizda akalar. Kelaverasizlar. Bu yoqda servisimizda ham ishlar jadal ketyapti. Mana bu yoqda li kelgan